Hammaga salom. Bu videoda obunachilarimdan kelgan savolga javob beramiz. Avvalambor rahmat, lekin menda hijob emas, men birinchi ro'molga kirdim va albatta keyinchalik hijobga kirish maqsadida. Я очень rada, rahmat. Вопросов нет, вы прелесть. Спасибо. Turmush o'rtog'im o'zi unaqa emotsionalniy odam emaslar, lekin xursand bo'ldilar. Oyim hayron bo'ldilar, lekin duo qildilar va xursand bo'ldilar deb o'ylayman. Menimcha Alloh o'z qalbimga soldi. Chunki agar solmaganda men bu narsani ich-ichimdan xohlamasdim va qila olmasdim deb o'ylayman. Shuning uchun ham o'zim ich-ichimdan xohlab o'radim. Drama, tragediya siqiladigan sabab bo'lgani yo'q. Prosta o'zim shu fikrga keldim. Prosta bu narsani tushuntirib berish qiyin. Bu mavzuni o'zim Instagramga olib chiqib gapirishni xohlamayman. Men storiezimda ham aytdim, menda ro'mol hijob emas deb. Ikkalasini ikki xil narsaligini men ham bilaman, rahmat. Juda ham xursandman, juda samimiy va beg'uborsiz. Sizni yaxshi ko'raman asalim. Rahmat. Men ham sizlarni yaxshi ko'raman. Hozir yig'layman o'tirib olib, menga bunaqa yaxshi gaplar yozaverasizlar. Kutilmagan yangi yil kutilmagan yangilik bo'ldi. Xursandman. Rahmat. Молодец, Ozosh. Men bitta ko'ylak bilan hijobga kirganman. Meni garderobimda bitta uzun ko'ylak bo'lgan. Молодец. Ro'mol o'rasan D3 ni ham unutmaman. 6 yildan beri ro'moldaman. Hijobda sochlarim ko'p to'kiladi. Meni sochim o'zi shundoq ham rosa ham ko'p to'kiladi. Endi ro'molli tagida nimalar bo'ladi bilmadim, lekin parvarish qilishda va vitaminlarni ichishda davom etamiz. Keyingisi, safimiz kengayyapti. Chunki men примерно 2 hafta reels olmadim va storiesga kam chiqdim. Shuning uchun ko'plar meni kutgan ekan. Rahmat, men ham sizlarni sog'indim. Bizda shunaqa reels bor. Qishda pochchalar bilan birga qorda olganmiz. Pastda qidirib ko'rsanglar bo'ladi. Rahmat, lekin menda hali hijob emas. Rosa yarashibdi ro'molingiz, rahmat. Спасибо большое. Я тоже тобой горжусь. Chunki bu meni o'tmishim va men 25 yil ro'molsiz yurganman va men bu narsadan uyalmayman. Bu meni o'tmishim, bu meni yo'lim. Odamlar meni o'zgarishimni, meni yo'limni ko'rsin. Men shu narsa bilan bo'lishmoqchiman. Va ro'molda chiqqan videolarim ko'paygandan keyin eski videolarim pastda qolib ketadi. Hali endi tutoriallar olishni boshlayman, xudo xolasa. Endi o'rganib olay birinchi o'rashni. Zo'rg'a o'rganman o'zimni videoda ham. Вот уже вышли.